Assalomu alaykum hammaga. Bugun yangi mashinamizni boshlab oldik. Bugun boshlagan mashinamiz Volkswagen Caddy mashinasi. Uni oldi kapotini, oldi krilosini boshqatadan sepib beramiz. Oldin sepilgan. Zazorlari yaxshi qo'yilmagan, o'sha sababdan bizga olib kelishdi. Ishida zazorlar yaxshi. Kapot bilan kriloniki yaxshi emas. Kapot krillolari oldin almashgan. Yechilgan joylarini qo'ya olmagan u yerda. Kapot germetiklari qo'yilmagan. Uni tozalab, shottadan germetiklarni o'zinikidek qilib qo'yib, kapot botlariga ham sepib taxlab chiqamiz. Hozir zazor qo'yish jarayonlari davom etyapti. Zazor qo'yish jarayonlarini ham qo'yib boramiz. Faqat bir taraf zazorni hozir to'g'irlab bo'ldi. 2 kun bo'ldi boshlaganimizga mana zazori. Tarafini ham mana shunday zazor qo'yishimiz kerak. Buni mana karniz qismlariga ham qilinadigan joylar bor. Buni grammatika boshqacha bo'ladi Volkswagen'dagi. O'zinikidek qilib sepamiz, xudo xohlasa. Arqa fuellariga ham ishlar bu. Fuellarni ham taxlab ketamiz. Keyin bir polirovka qilaveramiz oxiriga. Teppadagi mana bu qanot qo'shlarni ham sepib ketamiz, xudo xohlasa. Kuzatib borishda davom etinglar. Zazori qo'yilgan joylarni ham ish jarayonlarini qo'yib boramiz. Buferda lapoqlari singan. Lapoqlar singandi. Zakaz berdik. Vodiydan olib kelib berishyapti, baraka topsin. Ikkita joyi lapoqi bilan petlini yopib turadigan plastmassasini zakaz berganmiz. Kuzatib borishda davom etinglar. Volkswagen'imizda motor qismidagi shovqin o'tkazmaydigan qismlari ham osilyapti. Buni mana bu xuddi o'zinikidek qotiriladigan narsa yasab, buni yopishtirsa tushib ketadi baribir. Akkuratni qilib qo'yib chiqamiz. U jarayonlarni qo'yib boramiz, xudo xohlasa. Kapotni mana petlan boltlariga sepib ketamiz. Boshda davom etinglar.
kapot germetik qo'yilmaganda o'zimiz qo'yib chiqdik. Qalinroq bo'lganligi sababli sal qalinroq qilib qo'ydik. O'ziniki sal qalinroq ekan. Shuning uchun qalinroq qilib qo'yib oldik. Bu taraflarni ham bo'yab yordik. Mana Volkswagenimiz ham hozir tayyor bo'ldi, yig'ib bo'ldik. Tumankalari yo'q. Faralarigacha polirovka qilib chiqdi, o'zini tozalab. Effekti a'lo darajada chiqdi. Buni oldi uferi, oldi kapoti, oldi krillasi, kandizi, arqa uferi, tepadagi qoshlarini sepdi. 2 tafli polirovka ham qilib berdi. Zazorlarga ham e'tibor berasizlar. Kapot bilan kirlar, dublikat kirlar ekan. Zazorlar kelishi ozgina qiynadi. Qaram zazorlari. Bugun topshiramiz endi mashinani. Qirilgan joylari juda ham ko'p ekan. Akras tekkiz oldik. Arqa kapotlari. Partroniklargacha bo'yab chiqdik. Mana kandizni ham umumiy ko'rinishi. Kraskasini juda ham ideal darajada tushirishibdi. Podborщикlarga rahmat. Mana shu oldi kirlarimiz sepilgan. Mana shagrinlari. Tom qismlari. Xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Faqat ozgina kutib turinglar. Sog' bo'linglar.